Assalamualaikum do'stlar. Sizlarga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 4'imizni reklamlatib beraman. Chisting Captiva 4'ning o'zi bo'ladi do'stlar. 2.4 motor bo'ladi. Ekonomik 3 emas, 2.4 bo'ladi do'stlar. Sostenazam qaranglar. Idealniy deb sostenazam. İçleri, apişkelari. Motovi deydilar ko'p odam. Yine motovi injiniy bo'ladi yana do'stlar. Sostenazam qaranglar. Akkuratniy holatda turibdi mashina. Arkalar ham shunday. Captiva 4 oxirida chiqqan 2018'dan bo'ladi do'stlar bu. 2.4 motor, shunday sostenada yana. Arkasidan ham akkuratniy holatda do'stlar. Mashinamiz JK2 sevit bo'ladi do'stlar. Sostenasi вообще idealniy turibdi. Arkasidan ham e'tibor etsa, arkasidan ham joyida. Detsidan ham общий 7 odamlik. Oilaviy mindirib ketaverasizlar bu yerga. Captiva 4'ning o'zi do'stlar. Bu yerda bo'lmagan hech qanday 2, 3, 4 bo'lib ishini sostenada. Mashinamizni do'stlar bahasini keladigan bo'lsak, bahasini 165 million so'm qo'yamiz. Yana ustida kelishib beramiz do'stlar. Aytilgan pul berilmaydi обязательно. O'z fikrlaringizni yozinglar kommentariyga. Qani 165 milliona Captiva 4 yana kelishilgan holda. Aytilgan 165 ning o'zi emas. Menimcha normalniy baho. Sostenasi idealniy turibdi mashinamiz. Kimga qiziq bo'lsa bu do'stlar 91 dan 984 84 83 telefon urib, savdolashib olishingiz mumkin. Bir kichkina petnosi bor, shu Krelda qolgan yeri ham meri 100% toza mashina do'stlar. Idealniy turibdi sostenasi. Telefon uraverasiz.